Laylak bolalar TV'ga xush kelibsiz. Salom bolajonlar, Laylak bolalar TV'da bugun raqamlarni o'rganamiz. Oldingi darsda 1 dan 10 gacha o'rgandik. Bugun esa 11 dan 20 gacha o'rganamiz. Bolalar tayyormisiz? Boshlaymiz. 11 11 11. Qani bolajonlar, aytingchi, 10 ta olmam bor. Agar yana bitta olma olsam, nechta bo'ladi? 15 ta. 12 12 12. Qo'limda 10 ta banan bor. Yana ikkita qo'shsam, nechta bo'ladi? Albatta 12 ta. Keyingi raqamimiz 13 13 13. 10 ta bananim bor. Ustiga 3 ta qo'shsam nechta bo'ladi? Albatta 13 ta. Navbatdagi raqamimiz 14 14 14. 10 ta mandarinim bor. Yana 4 ta olsam nechta bo'ladi? Albatta 14 ta. Keyingi raqamimiz 15 15 15. 10 ta olmam bor. Yana ustiga 5 ta qo'shsam nechta bo'ladi? 15 ta. Keyingi sonimiz 16 16 16. 10 ta bananim bor. Ustiga yana 6 ta banan olsam nechta bo'ladi? 16 ta. Keyingi raqamimiz 17 17 17. 10 ta mandarin ustiga yana 7 ta mandarin qo'shsak nechta bo'ladi? 17 ta. Navbatdagi raqamimiz 18 18 18. 10 ta olma bor. Yana 8 ta olma bo'lsa nechta bo'ladi? Albatta 18 ta. Keyingi raqamimiz 19 19 19. 10 dona bananga yana 9 ta qo'shsa nechta bo'ladi? 19 ta. Va bugun oxirgi o'rganadigan raqamimiz 20 20 20. 10 ta nokimiz bor. Yana ustiga 10 ta nok qo'shsak nechta bo'ladi? 20 ta. Yana ko'rishguncha xayr bolajonlar. Bizga obuna bo'ling va biz bilan raqamlarni o'rganing.